Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mening kanalimga xush kelingizlar. Dag'i jasab ko'ringizlar, o'ta damli bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Biz birinchi testabimizni tayyorlab olamiz. 200 gram sливочный maslani solib, 400 gram un qo'shamiz. Bir shtuk yumurtani qo'shib, ayran qo'shamiz 200 ml. Dro'sh, tuz, razrыхитель qo'shamiz. Testabimizni ise biraz tiniqtiramiz. Kolbasa, badırın, bolgarskiy, pomidor, ko'p o'zingizlar xohlagan formada to'g'rab olsangizlar bo'ladi. Men kichkina formatda to'g'rab oldim. Sirda bo'lsa turkadan o'tkazib olamiz. Testabimizni 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Shu testabimizda 2 hissa chiqadi. Testabimizni listga solamiz, ichma maylab. Qo'lda joyib olamiz. Pergament bumag'a bo'lsa solsangizlar bo'ladi. Plika yordamida o'shintib qo'yamiz. 80 gradusda pishirib olamiz 5 minutda qam qilib. Ichine ketchup surtamiz. Et bilan piyozni da kichkina qo'rib olib solsangizlar o'ta so'nin bo'ladi. Kolbasa qo'shsangizlar o'zingizlar qavlingizlar bilan. Bolgarskiy, pomidor, badırındı ko'pchilikni solamiz yarmini. 2-3 minutda duxovkaga solamiz. Ondan so'ng sir qo'llanamiz. Beş minutda duxovkaga solamiz.
Sonra eriге çeyin. Mınake pizzabız pişti. Öte sonun bolup sizler dağıda yardım görünüzdür. Öte dağımdı oldu. Tamamızlar tatlı olsun.